Hürmetli vatandaşım, növbette söz deydiğal leksiyemiz intayim mühim leksiya. Hiç bolmaganda mening nazarimda mühim leksiya. Her bir cümle, her bir abzasqa dikkat berip tolaq anlaşılığını ümit qilamiz. Men oylayman ki bu leksiyada gavdilengen fikirlerimiz mulla. Agar harekatga aylandigan bolsa, Uyghur xalqi 70 yildan beri kutgan harakat bo'ladi. Kutgan faaliyet bo'ladi. Ve cihan halkıdan Uygur halkı kütken 70 yıl kütken bir hareketten bugün ottırgı çıkallığı bulup hesaplanıdı. Şuna men leksiyani sözleştim burun Uygur halkını tebrikleymen. Asya halkını, Yaponiya halkını tebrikleymen. Belki muşi vaziyetini yartıp bergen Amerika Qo'shma Shtatları halkını tebrikleymen. Bu mening üzemnin siyasi göz karışı ve teşebbüsümdür. Unda qo'shib vatandoshim tumandagi leksiyaga diqqat qiling. Prezident Vladimir Putinning ideyasida zo'r o'zgarish bo'ldi. Yaponiyaga yumshab ketdi. Territoriya masalasida yo'l qo'ydigan bo'ldi. Mavzuli xabar 4-oyning 16-kuni Dovitor betida e'lon qilindi. Haber mundak başlandı. Territoriya talaş tartış tüpeyli Rusya Federasyası Yaponiya rehberleri o uçraşkanda, Rusya Federasyası rehberleri ve Yaponiya rehberleri uçraşkanda öz ara şu devletlerini ziyaret kılışkanda qancha qitim to'sqinlik uçurdu. Mesela söz ibarla to'sqinligi barda keldi to'sqinligi. Qancha qitim to'sqinlik uçurdu. Növbeti Yaponiyanın vaziri Shinzo Abe territoriya meselesini söhbetleşiş üçün bir qancha qitim Rusiyaga ziyaretga barmoqchi bo'lgan edi. Hem de Rusya prezidentinin Rusya Federasyasının keçiringlar. Rusya Federasyasının prezidenti Vladimir Putinni teklif qilib bu qatim Yaponiyani ziyorat qilishga elib kelish bugun amaliyotga aylandi. Yaponiya Kyoto agentliği 4-oyning 16-kuni munda xabar tarqatdi. Rusya Federasyasının prezidenti Vladimir Putin 4-oyning 14-kuni esilip qalgan, hozirgacha hal qilinmagan Yaponiyanın shimolidagi 4 orolning masalasi bo'yicha Yaponiya bilan murassa qiladiganligini ko'rsatdi. Diqqat vatandoshim, ben yana bir takrorlayman. Yaponiya Kyoto agentliğinden keçiringlar 4-oyning 16-kuni agentlik bunda xabar tarqatdi. Rusya Federasyasının prezidenti Vladimir Putin 4-oyning 14-kuni esilip qalgan, hozirgacha hal qilinmagan Yaponiyanın shimolidagi 4 orolning masalasi bo'yicha Yaponiya bilan murassa qiladiganligini ko'rsatdi. Prezident Vladimir Putin Moskvada muxbirlarning ziyoratini qabul qilganda mundaq ko'rsatdi. Biz kelgusida murassalashimiz deb qarayman. Prezident Vladimir Putin televizor orqali Rossiya fuqarolari bilan didorlashib, dialoglashib bo'lgandan keyin o muxbirlarning ziyoratini qabul qilgan edi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Prezident Vladimir Putin o'xshashla mundaq ta'kidladi. Territoriya masalasida murassalashish loyihasiga ega bo'lishimiz lozim. Diqqat vatandoshim. Prezident Vladimir Putin o'xshashla mundaq ta'kidladi. Territoriya masalasida murassalash loyihasiga ega bo'lishimiz lozim. İki devlet yani Yaponiya ve Rusya Federasyası rehberlerinin özlüksüz diyalog elip berişi kem bolsa bolmaydı. Prezident Vladimir Putin Yaponiya'nın veziri Shinzo Abe'nin 5. ayında Rusya'nın janubidagi Sochi shahriga
ziyaretke kelişini karşı alıdığanlıqını bildirdi. Prezident Vladimir Putin Yaponiyanın devri Prezident Vladimir Putin Yaponiyanın veziri keçirinler dostlarım. Shinzo Abe bilen söhbetleşkende barlıq meseleler boyunca məsləhətləşidiğanlıqını, söhbetleşidiğanlıqını bildirdi. Vatandaşım, bu cümlegi yana bir dikkat kılın. Prezident Vladimir Putin Yaponiyanın veziri Shinzo Abe bilen söhbetleşkende barlıq meseleler boyunca məsləhətləşidiğanlıqını, söhbetleşidiğanlıqını bildirdi. Prezident Vladimir Putin mundaq görsetdi. İkinci Dünya Uruşu'dan keyinki yoki İkinci Dünya Uruşu'dan beriki meselelerini hal kılış üçün aramızda kurulgan diyalog fonksiyasını uzunca işletişimiz zörer. Dikkat vatandaşım, muşu abzas koş tırnak içi gelindi. Prezident Vladimir Putin mundaq görsetdi. İkinci Dünya Uruşu'dan keyinki yoki İkinci Dünya Uruşu'dan beriki meselelerini hal kılış üçün aramızda kurulgan diyalog fonksiyası uzunca işletişimiz zörer. Bundan taşqarı Prezident Vladimir Putin yanımında görsetdi. Yaponiya Ukrayna krizisinden keyin Amerika bilen qadamni moslaştırıp Rossiya bilen söhbet kuruşunu kechiktirdi. Hamda Rossiyaga embargo siyosati yurgizdi. Balki tanqidlab yana mundaq ko'rsatdi, Yaponiyani tanqidlab. Bu butunlay Yaponiya hukumati bilan Yaponiya fuqarolarining manfaatiga uyg'un ish edi. Yana boshqa tarafdan vazir Shinzo Abe'ning Rossiya Yaponiya sohbatiga e'tibor bilan qaraydigan pozitsiyasini nazarga olib, Prezident Vladimir Putin mundaq ko'rsatdi. Gerçi Amerikadan besim kelyapsimi, Yaponiyalik do'stlar yanala Yaponiya bilan Rossiya Federatsiyasining munosabatini saqlab keldi. Bundan burun ba'zi matbuotlar xabar qilib, Prezident Vladimir Putin Jungo'dan allaqachon ümidsizlandi. Şunu Jungo'ni ziyorat qilishdan burun Yaponiyani ziyorat qildi deb ko'rsatgan. Bizdingcha masala undaq oddiy bo'lmasa kerak. Hurmatli vatandoshim, men sizga bu xabarni leksiya qilib anglatdim. Men sizni yana bir qatim tabriklayman. Vatan ichidagi vatandoshlarim, men sizlarni yana bir qatim ta'kidlayman va tabriklayman. Men ishonaman ki sizlarning ko'z yoshinglar bekor oqmaydi. Sizlarning vujudinglardan hozirgacha oqayotgan bir tomchi yosh bekorga oqmaydi. Dunyoning vaziyati ana shu yerga yetib keldi. Sizlar bilasizlar, 1991-yili Rossiya Kreml imperiyasi yemirilganda 89-yili 11-oyda Berlin temi öğrilgende Şarkı Avrupa'da Alta sistemisining Avrupa stratejisi gumram bo'lgan edi. Shu vaqtda dünya bunun uchun tantana qilgan edi. Endi navbat keldimi qandaq? Biz baştan oxiri so'zlab kelyapmiz. Bir jumlada ishga jo'mildi, fikrimizni va inkosimizni sizlarga yetkazdik. Endi Yalt sistemisining Osiyo strategiyasi gumram bo'ladigan payt keldimi qandaq? O payt kelgan bo'lsa, balki sizga bizga hurmatli vatandoshim, bevosita munosabatlik bo'lmaydi. Vositalik munosabat doirasi yetib kelgan bo'lsa, xo'sh bo'ling vatandoshim. Tabriklang vatandoshim. Bugun Yaponiya Rossiya munosabati mushu davrga kirib kelgan ekan, ikki davlat rahbarlari 5-oyning 6-kuni Sochida so'zlashdi ekan, boshda ko'rib o'tdik. Prezident Vladimir Putin Ikkinchi Dünya urushidan beri qilib qolgan hal qilinmagan territoriya masalasi Yaponiyaga munosabatlik. Men sizlarga ta'kidlab kelayotgan shimoldagi 4 orol masalasi bu Yalt sistemisining Iroq Sharq strategiyasining mazmunidir. Yalt sistemisining Iroq Sharq strategiyasi Manjuriya masalasi, Dalian porti masalasi, Uyg'uriston masalasi, Tashqi Mong'oliya masalasi, hatto shu vaqtdagi Koreya yarim orli masalasi,
Tinch okean urushini qandaq oxirlashtirish masalasi, Rossiyaning yoki Stalin rahbarligidagi Rossiyaning Sharqi Shimolga Manjuriya davlatiga qandaq askari chiqarishi masalasi. Mana shundaq masalalar edi. Esinglarda bo'lsin vatandoshim. 2005-yili 5-oyning 6-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq prezidenti George W. Bush Latviyaning Riga shahrida Yalt sistemasi intayin zo'r tarixiy xatolik edi deb ko'rsatgan. Yalt sistemasi intayin zo'r tarixiy xatolik edi deb ko'rsatgan. Bugun to'g'ri 10 yil o'tganda prezident Bushning 10 yil burun so'zlagan so'zi Osiyoda shundaq bo'lamdi yo'q. Osiyoda shundaq zo'r tarixiy xatolik bo'lamdi yo'q. Dabar o'zgarib mana shu yerga kirdi. Men sizlarga dedim, araliqda shu diplomatik munosabatlar ajoyib bo'lyapti. Bu yerda nima ish bor demisinglarda bo'lsin do'stlarim. Prezident Vladimir Putin 6-oyda Junguni ziyorat qildi. Bu yerda Ukraina masalasi yo'q. Jungu bilan o'tirdi. Bu yerda Suriya masalasi yo'q. Jungu bilan o'tirdi. Bu masala Amerika bilan Rossiya o'tirishki masala. Vladimir Putin nima ish qoldirib keldigan bo'lib qoldi. Yana avval xabarni sizlarga aytaman-ki, men sizlarga so'zlashga vaqt chiqaramdim. 4-oyning 13-kuni Junguning tashqi ishlar ministri Wang Yi yana bir qatim Moskvaga bordi. Esinglarda bormi, 3-oyning 10-kuni Wang Yi Moskvaga borgan edi. Moskva bilan Beijingning ara qo'g'illiqning yo'li emas-ku. Esinglarda bo'lsinki do'stim, 1991-yil 6-oy, 90-yil 1990-yil 6-oyda shu vaqtki Junguning vaziri, sobiq vaziri Li Peng temir davom etgan oq kostyum burulkini kiygizib, chechini moylatib, badam do'ppini beshiga qo'ndirib, qo'ltig'iga qistirib, ham temir davomatning qo'ltig'iga bir qora so'mkini qistirib, Beijingdan Moskvaga yurish qildi. Esinglarda bo'lsinki vatandoshim, 1950-yil 2-oyning 14-kuni Mao Zedong ayni chog'da shundaq Seyfiddin Aziz rahmatlikni qo'ltig'iga qistirib, qora so'mkani osurib Moskvaga olib borgan. Savol qo'ying, hurmatli vatandoshim. Tashqi Mongoliya jim turdi, nima uchun mustaqillik jakarladi? Nima uchun mustaqillik jakarlagan Uyg'urning davlat